Assalomu alaykum Zaxal Media obunachilari. Mana yozda ham issiq kunlari o'tib boryapti. 1 avgustdan boshlab videochilarning sezoni boshlanadi. Zaxal Media ijodkorlari studiyada barcha texnikalarni hisob-kitobini qilib, o'zimizga yana studiyamizga yangi texnikalardan qo'shish maqsadida mana Max Photodan yangi texnikalarni olib keldi. Bu bilan bolalar so'ragan edi. Mana Lilliput degan resurski monitor. Mana juda bizdan ko'p so'rashuvdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Va shunga mana bunaqa moslamasi bor. O'sha monitorni qo'yishga mo'ljallangan. Va turli xil obyektivlar, mana 90 talik Sony obyektivi ko'rsanglar bo'ladi. Buni ham ko'p so'rashgan bolalarimiz va bizga asosiy ko'p so'ralayotgan yana obyektivlardan 50 talik Brutor. Bizda yetmay qolyapti shu obyektivdan. Mana yetmagani uchun shu obyektivdan bugun mana ikkita oldik. Bizda bor edi bu obyektiv, o'zingizlar xabaringlar bor va unga qo'shib 24 ga 70 obyektivi 208. Bundan ham 6 ta bor edi, mana shu yoniga 7-si. Va endi filtrlar, CPL filtrlar hammasini mana sotib oldik. Zaxal Mediaga kelinglar va ishimizning sifatini yanada oshirishga harakat qilamiz.